Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi sana 8-aprel 2025-yil. Hop, inkubatorimizga tuxum terdik. Ishga tushirdik. Hop, aytib o'tganimdek 70 tali inkubatorimizga 80 dona tuxum ketdi. Ya'ni stakan tuxumi bostirdim 80 dona. Yaxshi. Ishlashlari yaxshi. Termoregulyator ishlayapti, vlogomer havo namligini ko'rsatish ishlayapti. Hop, havo namligini oshib ketsa, tushib ketsa, bu yerdan ligrovka qilar ekan, bu yerdan. Hop, oshib ketsa teshichani ochib qo'yar ekan, tushib ketsa yopib qo'yar ekan. Shunaqa. Bu yerdan suv quyilar ekan. Hozircha ishlashlari yaxshi. Inshaalloh ochishlarini ham videoga olib qo'yaman. Keyingi videolarda yubormaslik uchun like va podpiska bosib qo'yinglar. Rahmat.